Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli rishtonlilar. Bugungi manzilimiz o'sha Rishtonimizdagi eng mashhur bo'lishga urilgan Shinam rezidentga kelganmiz. Shinam rezidentda ko'chada reklamalarni qilyapmiz. Kelib bir ichkari holatlarni bir obzor qilib, bir lokatsiyalarini tushuntiring, Muslimxon. Qayerda joylashyapti deb juda ko'p odam so'radi. O'zim ham sentrda, markazlarda taklifnomalarni tarqatib yuribman, hurmatli obunachilar. Endi o'sha manzilni tushuntirgani kelganman. O'zimizda til bilan aytganda Rishtonimizdagi suv oqimi idorasini yonginasida o'sha maqbaraga kirib ketish, Chinigaron mahallasiga, bag'imiz o'sha Rishtonimizda eng hamma juda yaxshi biladi, Chermushkani yonginasida. Chermushkaliklar bormasa, kommentariyada ma'lumotlatib ketinglar. Ichkarida bo'lib turgan holatlarda, shu yerda qurilib turgan ya'ni imoratlarni, Shinam rezidentni, proyektlarini, ichkari holatlarini ko'rsatamiz. Hurmatli obunachilar, hurmatli rishtonliklar, Shinam rezidentda hammayoq boshlandi. Betonlari, armatura to'qishlarida ham eng professionallari ishlamoqda bu ushbu joyimizda. Hurmatli obunachilar, hurmatli rishtonliklar, Shinam rezidentdan xonadon xarid qilmoqchi bo'lsangiz, kelib shu yerdagi showroomimizda kelib ko'rib, shu yerdagi mutaxassislar bilan fikr almashib, qanday olsam qanday bo'ladi, nima qilsam nima bo'ladi, kelib shu yerdan gaplashsangiz bo'ladi. Xudo xohlasa Rishtonimizning hamma joylarida Shinam rezidentda shu taklifnomalarni tarqatish harakatida yuribdi. Ushbu taklifnomani olib kelib, bemalol kelib shu yerda hali xonadonlardan xarid qilsangiz bo'ladi. Keyin yana bir yangilik, shu yerdagi birinchi qavatdagi magazinlar ham arzon narxlarda sotilmoqda. Kelib turib, rishtonlik tadbirkorlar ham kelib, birinchi qavatda magazinlarda ham xarid qilish imkoniyatlari bor. Like, komment bosib, Rishtondan xonadon va magazin olaman degan rishtonlik obunachilarga tashabbus qo'yish esdan chiqmasin.